Assalomu alaykum. Sizlar bilan Safiya Gulamova, diplomli moliyachi. Bugun GoInvest bilan birgalikda investitsiyada yangi boshlovchilarning eng ko'p e'tiborsiz qoldiradigan, ammo eng muhim bosqichlardan biri fundamental tahlilni ko'rib chiqamiz. Agar siz endi boshlayotgan bo'lsangiz, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik pulni yomon bozor sabab emas, balki aynan boshda asosiy prinsiplarni e'tiborsiz qoldirgani uchun yo'qotadi. Fundamental tahlil bu kompaniyaning real moliyaviy holatini, uning biznes modelining barqarorligini va uzoq muddatda foyda generatsiya qilish qobiliyatini baholashdir. Muhim jihat, agar sizda moliyaviy yoki iqtisodiy ta'lim bo'lsa, bu jarayon sizga intuitiv ravishda osonroq tushunarli bo'ladi. Lekin hatto bunday bilimlarsiz ham, agar siz tizimli yondashsangiz va ma'lumotlarga tayanib harakat qilsangiz, asosiy prinsiplarni o'zlashtirish mumkin. Birinchisi, fundamental tahlil nimadan boshlanadi? Birinchi qadam bu raqamlar emas, balki ma'lumot izlashdir. Bu qoidani umringizni oxirigacha eslab qoling. Har qanday tahlil rasmiy manbalardan boshlanadi. Kompaniya veb-sayti, axborotni oshkor qilish manbalari, moliyaviy hisobotlar. Ochiq kompaniyalar quyidagilarni oshkor qilishga majbur: yillik va choraklik hisobotlar, auditorlik xulosalari, dividend siyosati, aksiyadorlar tarkibi. Aynan shu ma'lumotlar butun tahlil quriladigan asos hisoblanadi. Nima uchun IFRS hisobotlari muhim? Alohida e'tibor xalqaro standartlar bo'yicha tuzilgan hisobotlarga, IFRS ga qaratiladi. Bunday hisobotlar auditdan o'tadi, biznesning real iqtisodiy holatini aks ettiradi, kompaniyani xalqaro analoglari bilan taqqoslash imkonini beradi. Mahalliy hisobotlardan farqli ravishda IFRS aktivlar, majburiyatlar va foyda haqida ancha obyektiv tasavvur beradi. Investor uchun bu noto'g'ri baholash riskini kamaytiradi. Qaysi ko'rsatkichlar birinchi navbatda tahlil qilinadi? Kompaniyani tahlil qilishda bir nechta asosiy ko'rsatkichlar bloklari mavjud. Birinchisi sof foyda, ya'ni net profit. Uning dinamikasi, barqarorligi, keskin o'zgarishlar yo'qligi baholanadi. Sof foydaning barqaror o'sishi barqaror biznesning muhim belgilaridan biri hisoblanadi. Ikkinchisi tushum, ya'ni revenue. Biznes hajmini ko'rsatadi. Foyda qayerdan shakllanayotganini tushunishga yordam beradi. Agar foyda o'sayotgan bo'lsa, lekin tushum o'smayotgan bo'lsa, bu qo'shimcha tahlil talab qiladigan signal. Uchinchisi kapital rentabelligi, ROE, Return on Equity. Bu aksiyadorlar mablag'laridan foydalanish samaradorligini ko'rsatadi. Biznes modelining sifatini aks ettiradi. Yuqori ROE va barqaror foyda bu kuchli signal. Asosiy ko'rsatkichlar o'rganilgandan so'ng, keyingi bosqich bozor kompaniyani qanday baholanayotganini tushunishdir. Buning uchun multiplikatorlar ishlatiladi. Birinchisi PE, ya'ni Price to Earnings, joriy foyda darajasida investitsiya necha yilda o'zini oqlashini ko'rsatadi. Yuqori PE kompaniya qayta baholanayotganini yoki yuqori o'sish kutilayotganini bildirishi mumkin. Past PE esa potensial past baholanishi yoki biznesdagi muammolarni anglatishi mumkin. PB, ya'ni Price to Book Value, aksiyalarning bozor narxini kompaniya aktivlarining balans qiymati bilan taqqoslaydi. Birdan past qiymat past baholanish signali bo'lishi mumkin, lekin aktivlar sifati bilan birga ko'rib chiqilishi kerak. EV/EBITDA yanada chuqur ko'rsatkich bo'lib, qarzni ham hisobga oladi va turli kapital tuzilmasiga ega kompaniyalarni taqqoslash imkonini beradi. Ayniqsa, bir xil sohadagi kompaniyalar solishtirishda juda foydali. Muhim, multiplikatorlar kontekstdan ajratilgan holda ishlamaydi. Ularni har doim soha bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar va kompaniyalarning tarixiy qiymatlari bilan taqqoslash kerak. Nima uchun faqat raqamlar bilan cheklanib bo'lmaydi? Eng muhim jihatlardan biri, moliyaviy hisobotlar har doim izohlari bilan birga tahlil qilinishi kerak. Izohlarda quyidagilar ochilib beriladi: qarzlar tarkibi, rezervlar, risklar, bog'liq tomonlar bilan bitimlar. Masalan, kompaniya foyda ko'rsatishi mumkin, lekin bir vaqtning o'zida muammoli aktivlar bo'yicha rezervlarini oshirayotgan bo'lishi ham mumkin. Bu kelajakda yomonlashtirish ehtimoli haqida signal beradi. Moliyaviy risklarni tahlil qilish. Fundamental tahlilning muhim qismi bu risklarni baholashdir. Quyidagilarga e'tibor qaratish kerak: qarz yuklamasi darajasi, likvidlik, majburiyatlarni bajarish qobiliyati, moliyaviy tashkilotlar va banklar uchun qo'shimcha ravishda muammoli kreditlar ulushi, rezervlash darajasi, kapital yetarliligi. Bu ko'rsatkichlar kompaniya barqarorligiga bevosita ta'sir qiladi. Kompaniya saytiga qo'shimcha ravishda ma'lumotni qayerdan olish mumkin? Rasmiy sayt bilan bir qatorda axborotni oshkor qilish portallari, masalan OpenInfo ham ishlatiladi. Ular orqali muhim faktlarni kuzatish mumkin. Aksiyadorlar yig'ilish qarorlarini ko'rish mumkin. Kapital tarkibidagi o'zgarishlarni tahlil qilish mumkin. Muhim jihat:
Turli manbalardagi ma'lumotlarni solishtirish kerak, chunki tafovutlar bo'lishi mumkin. Amaliy yondashuv. Real hayotda bu qanday amalga oshiriladi? Amalda fundamental tahlil bu uchta ko'rsatkichga qaradim degani emas. Bu ketma-ket jarayon. Hisobotlarni yig'ish, auditni tekshirish, ko'rsatkichlar dinamikasini tahlil qilish, izohlarni o'rganish, soha bilan solishtirish, muqobil manbalar orqali tekshirish. Ba'zida bu kichik tekshiruvga o'xshaydi, lekin aynan shu yondashuv sizga biznesning real holatini ko'rish va fond bozorida daromad olish imkonini beradi. Shu asosda qanday qaror qabul qilinadi? Investitsion qaror bitta faktor asosida qabul qilinmaydi. U quyidagi holatlarda shakllanadi. Ko'rsatkichlar barqaror bo'lsa, risklar tushunarli bo'lsa, biznes tuzilmasi shaffof bo'lsa, ma'lumotlar bir nechta manbalar orqali tasdiqlangan bo'lsa. Xulosa: bugun biz fundamental tahlil nima ekanini va u aslida qanday elementlardan iborat ekanligini ko'rib chiqdik. Muhim jihat, bu tezkor vosita emas va o'sishni topish usuli emas. Bu tizimli yondashuv bo'lib, sizga asoslangan qarorlar qabul qilish va nimaga investitsiya qilayotganingizni aniq tushunish imkonini beradi. Bugunoq istagan kompaniyani mustaqil tahlil qilib ko'ring. Uning hisobotlarini oching, asosiy ko'rsatkichlarini ko'rib chiqing, izohlarini o'rganing. Hatto shunday oddiy tahlil ham sizga bozorni butunlay boshqacha ko'rsatadi. Agar sizda savollar bo'lsa yoki keyingi videolar uchun mavzular bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Biz albatta ko'rib chiqamiz. Shuningdek, keyingi tahlillarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr!